siz avval avvalgi videolarda mana bu formulaning isbotini ko'rib o'tgan. Endi xuddi shu formulani olib, bitta so'rashuvni ko'rib o'tamiz. Demak, e'tibor bersalar 3x + 4 ga x - 2 ning yig'indisi tenglikda bu yoqdagi modulga teng bo'lyapti. Demak, bundan kelib chiqadiki, biz mana buni modul ostida a, mana buni modul ostida b deb qaraydigan bo'lsak, bu yog'i modul ostida a + b ga teng bo'lib qoldi. Demak, bundan kelib chiqadiki, a ko'paytirilgan b katta yoki teng 0 dan bo'ladi. Bizda a 3x + 4 ga teng, keyingisi x - 2 ga teng b va shu 0 dan katta yoki teng. Ana endi sonini qilsamiz, interval bu qachon 0 ga teng bo'ladi? Minus 4 taqsim 3 da. Bu qachon 0 ga teng? 2 da. Minus va menga musbat oraliq kerak. Demak, x tegishli minus cheksizlikdan minus 4 taqsim 3 gacha va 2 dan cheksizlikgacha.